Assalomu alaykum aka-uka kanalining hurmatli obunachilari hamda mehmonlari. Bugungi sanamiz 25-iyul. Biz hozir Namanganda joylashgan Yashil dehqon bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu bozorda har shanba kuni katta eski Baraxolka bozor bo'lib o'tadi. Kel orasida vaqtinglar bo'lsa, katta Baraxolka bozor deb nomlanadi. Bozori orientiri Namangan Navbahor stadioni bor. Shuni oldida joylashgan Yashil dehqon bozori. Mana bu ko'rib turgan navesimizni oldi, bozorga kirish asosiy darvozasi. Bozorga 3-4 joydan kirsa bo'ladi. Asosiy darvoza mana shu navesi ro'parasi. Sizlarga bozordan hozir hurmatli obunachilar, ishlagan holati zo'r, xolodilnik hamda kirish mashinalari va morozinliklar narx-navosini yoritamiz. Odamni ko'ryapsizlar. Soatimiz 10 bo'ldi. Odam yetarli. Bundan ham ko'p bo'ladi ba'zi kunlari. Bugun sal odam soyavurroq yana ham. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Albatta bizni mana shunaqa kamtarona mehnatimiz uchun like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Bizni qayerdan kuzatyapsizlar? Komment ostida yozinglar. Fikringlar bo'lsa ham bemalol yozib ketishinglar mumkin. Bo'lmasam boshladik obzorimizni. Morozinlik sotildi shekilli. Yaxshi kunlar ishlatiladi. Qancha ketdi? Nima sotdingiz? Bu magazin vidda mana. Ha, qanchaga? 200 mingga vidda, 100 ming so'm zakolatlar ishdi. Turetskimi bu endi? Ha. Turetski 4 million 700 ga ketdi. Xayrli bo'lsin. Savxozdagi. 100 ming zakolat berishdi. Bo'ldi. Fayzullo. Xo'p. Salomlashamiz. Va alaykum assalom. Charchamay bo'lyaptimi? Issiqda, qiynalma. Rahmat, Allohga bersin, shukr. Har doimgidek bizga telefon nomeri aytasiz. Hop. 303li. Hop. 250 to'rtta yetti. Hop. 93li 216 66 66. Ashi telefonga raqamga telefon qilishsa, shanbadan tashqari Chofisda do'konimiz bor. Edam bir Kuvsherida. Telefon qilsa, lakasi tashamiz. Dastavka xizmati vodiy bo'ylab besplatni bekorga. Bedan tashqari Chofisga Kuvsherida. Beda faqat shanba kuni bo'ladi xolos. Qaysidan tanishtiramiz? Hop, farqi yo'q. Beri holazullarda o'zzo'roqlar borda, eskiroqlar. Endi pulga yarasha, endi pulga ha, pul qulaylar. Farqi yo'q. O'shanda boshlamizmi? Keling. Bo'ldi. Mana har xillardan qilib qo'yganmiz. Manadan kelayapsiz. Mana. Hop. Mana indizitimiz bor. Mana. Hadi bo'ldi. Indizitimiz bor. Ishlashda zakonni 2 million tutdi. 1 million 400 mingga qilamiz. 1 million 400 ming. 1 million tushib ketdi. Notadan pulga beramiz. Xo'p, bu bor mana ro'ysin mana. Ishlashda zakonni. Mana. Ham 2 million 200 ming tutdi. 1,5 millionga qilamiz. Mana. Bo'ldi, zo'r. Mana LG'miz bor mana. Ya'ni asoslansa yaxshi mana ishlashda zo'r. Buni ham 1,5 million qilamiz. Buni qancha dedik? 1,5 million. 1,5 million. Yaxshi. Artelkingiz. Artelimiz bor mana. Xo'p, zakonni mana ishlashda zo'r. Ko'p ishlaydi. Buni ham 1,5 million. 14 ga qilamiz. Bu mana bu mana LG'miz mana. LG. Xo'p, zo'r. 1 million 800 ming, mana 1,5 millionga qilamiz. Xo'p, bo'ladi. Samsungimiz bor mana. 1 million 300 mingga qilamiz. 1 million 300 ming so'm. Ishlashlar zo'r. Bryusamiz bor mana, Belarusiyaniki mana. Mana ishlatib qo'yganmiz mana. Yaxlar o'tibdi mana, holatlar hamma narsa zo'r. 2 million, 1 million 600 mingga qilamiz. Mana bu Sinayga Baltikadan chiqqan mana. Holatlari zo'r mana. 2 million 200 ming, 1 million 600 ming, 1,5 milliondan qilamiz. Yaxshi. O'yin zitimiz bor mana. Ishlashlar zakonni holati. Cho'tki ishlashlari. Buni ham 1,5 millionga qilamiz. Yaxshi. Bu bor mana Samsung. Mana ishlashlar zo'r. 1 million 300 mingga qilamiz. 1 million 300 ming so'm. Mana Samsung mana koreyskiy mana. Mana ishlashlar zakonni buni. Holati zo'r. 1,5 millionga qilamiz. Samsung bor mana. Mana ishlashlar zakonni. Cho'tki ishlar. 1 million 600 mingga qilamiz. 32 modeli bor holati zo'r. 3,5 million qilamiz mana. 3,5 million so'm. Mana vitrinamiz bor. Hop. 2 millionga qilamiz. 2 million so'm. Yaxshi. Bunalar bor. Mana Sallavul shehrida 1 million 400 mingga qilamiz. 1 million 400 ming. Ha, 1 million 400 mingga qilamiz. Suv apparati. Suv apparati 2 millionga qilamiz. Tushunarli. Mana nima biznelarimiz bor. Bag'da bor endi mana. Endi mana endi bag'dan qo'ysin. Mana yangi hammasi bag'da. Adliya qilib qo'yganmiz. Vitrinalar bor.
Puli yarashada ba'zi odam 5 milliondan halini olaman deb keladi. Ba'zi odam 1 milliondan halini olaman deb keladi. Vitaminlarimiz ham bor. Bundan bir 150 tacha bor. Mana o'zi 5 tasini olib chiqqanmiz xolos bu yerga. Mana ko'rsatdim. Mana 5 tasini olib chiqqanmiz xolos. Bundan 150 tacha bor. Nech pul? Bularni 4 milliondan tutdi. Oz-moz kelishtirib beramiz. Şimdi hammasi 2025-26 yili ham. 25-26. Hop, mana inzitimiz bor, mana holat zo'r, mana sastanasi. Ishlashlar bo'shlar cho'tki. Mana 1 million 600 mingga qilaman. 1 million 600 ming. Bu mana bu pozisimiz mana. Ishlashlar zakonni mana cho'tki ishlaydi. 1 million 300 mingga qilaman shuni. 1 million 300 ming so'm. Hop. Mana bu mana. Budvet. Mana holat zo'r. 1 million 700 mingga qilaman. Zo'r. Ziflev mana. Ishlashlar zo'r. 1 million 800 mingga qilaman. Avtel bu. 1 million 300 mingga qilaman. 1 million 300 ming. Holatlar ishlashlar zavodskoy bilan kafolatini o'z beramiz. Og'izga gap emas, dokumentlarni qilamiz. Bu bor mana. 2 million 800 mingga qilaman. 32 model mana. Holat zo'r mashina mana. Ha. Cho'tki ishlashlari 3 million 200 mingga qilaman. Mana bo'lgan Samsung'imiz mana Invictor kompressor 2025 yili. Ol tabloli. Mana xidini ustozalari avtomatik. High-tech fason ekan-da bu. Ham mebel ham cho'tki tushirdi xolos. Ishlashlar zakonni. Buni aka $700 tutma bo'ladi, xona 600 ga qilaman. $600. Ha, 500 yillik qilishdi, bermadi. Tushunarli. Bu bo'lmadi Samsung'imiz. Rangi ham qarang, juda chiroyli. Bu bo'lmadi Samsung mana. Ishlashlar zo'r mana. Cho'tki ishlashlar. Kerimli qilaman shuni. 2,5 million so'm. Mana bo'lmadi. Holat zo'r mana. Ishlashlar, boshqalar cho'tki ishlaydi. 3 million 200 mingga qilaman. 1 million 200 ming. Xo'p, bu Samsung'imiz bu mana. Kattaroq mana. Mana. Kattaroq mana. Ishlashlar mana ichini ko'rsatdim. Mana. Buni ham hid tozalaydiganlari bor. Bu ham Invictor kompressor. Mana holatlari, ishlashlar hamma narsa zo'r. Buni 6 million tutdi, o'sha 5 million 200 mingga qilaveramiz. 5 millionga qilaveramiz. Mana bu Hitachi yaponskiy bular. Mana. Mana Yaponiyanniki bu $1300 magazinda. Mana tosh qilib qo'ygan. Mana ishlashlar hamma narsa zo'r. Buni 6,5 million tutdi, oka 5,5 millionga qilaveramiz. Ha, ishlashlar zakonni. Bu bor mana inzit. Ishlashlar zakonni. So'zsiz uni ham aqib o'tib. Haligilar o'lishdi oya. Haligilar. Mana o'lishdi haligini. Agar nasib bo'lsa bitta qilib yetirib bo'laman mana. Ana buni nereden ölçtü? 100 ming zakolat berib ketdimi? 100 ming? Ana ko'rsatdi haligi. Mana kecha Toshkentdan kelganini aytdim haligi dobon. Mana bu mana inzit mana. Xuddi ishlashlar zakonni. 3 millionga qilaman. 3 million. Manulardan o'sha atdim. Misol. Mana bu mana. Ha, manular ishlashlari boshqalari zo'r. Ishlashlari hamma narsa zo'r. 6,5 million, men 6 millionga qilaman. Keyin mana AUX'lar bor, mana AUX 18'lik konsernerimiz 4 million 200 ming, 3 million 800 mingdan qilaman. Qirma oshnamiz 5 kilolik LG ishlashlar hamma narsa zo'r. Buni 1 million 600 mingga qilaman. Buni 2 millionga qilaman. 9 kilo LG bor, 3,5 million qilaveramiz. 3,5 million. Mana magazinlarimiz bor. Mana xalanlar ham juda serob. Mana cho'g'sam do'konimiz bor. Misol mana bor. $100 ga qilaman. Ishlashlar zakonni. Bular bor mana magazinlar har xildan bor mana. Sotilgan mana. Mana bor mana ishlashlar zakonni mana. 4 million tutman. 3,5 millionga qilaman. Mana bor keyin mana. Mana bor. Endi mana qarasa mana xalanlar ko'p, endi to'g'risi gap anaqa bo'ladi haligi. Ko'p. Bu bor mana ishlashlar mana zo'r. Buni 3 millionga qilaman aka. Ha. Mana xayr bor mana. Hayır, mana ishlashlar zakonni bilan. Buni 3 million 300 mingga qilaveramiz. Bu yerdan tashqari Sho'rsam do'konimiz bor. Bu yerda faqat shanba kuni, har kuniga o'shaydi. Keyin bizdan tashqari shirinlarimiz ham bor, misol. Assortiment ko'p. Bu mahal telefon qilishingiz, telefon raqam, telefon qilsa, lokasiya, Telegram
tashlab beramiz. Dastlabki besplatniy, oddiy bo'lib, dastlabki besplatniy. Fayzullo. Ukam, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ukam. Hop, sog' bo'ling, uka. Xo'p, hurmatli obunachilar, bozordan sizlarga maishiy texnika, asosan xolodilniklar narx-navosini yo'ritib berdik. Aytilgan narxlar ma'qul bo'lsa, sizga ko'rgan narsangiz yoqqan bo'lsa, telefon nomerlari ekranda turibdi, bog'lana olasiz. Albatta, aka o'z kanalida ko'rdik deb murojaat qilsanglar xursand bo'lamiz. Kela olasizlar, mana shu bozor shanba kuni bo'lib o'tadi. Vaqtinglarga qarab, ertalab kelsanglar, vibra ancha ko'p bo'ladi, bozorga aylanib ketasizlar. Sog' bo'linglar. Videoda xato kamchilik bo'lib qolgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar, charchamanglar.